Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, dehqonlar va aka-ukalar. Bugun sizlarga kerakli bo'lgan bir ma'lumotni aytib o'tsak edim. Ya'ni beda, yo'muchka, yo'rinjam deyiladi. Shuning hasharoti bo'ladi, ya'ni qurti, bedaning zararkunanda hasharoti bo'ladi. Bularni yo'qotish uchun albatta kimyoviy vositalardan foydalanish kerak. Shu qaysi kimyoviy vositalardan foydalanish kerak? Qaysi tarkibli kimyoviy vositalar, ya'ni insektitsidlar shu bedani barg filchasi, fitonomuz, beda hasharoti, bedani qurtini yo'qotadi deyilgan savollar paydo bo'lsa, shu bizlar hozir qo'limizda param insektsidi bor. Tarkibi sipermetrin 55%lik. Keyin Nurel duo, ya'ni Nurelda insektsidi ham bor. Buning tarkibi ham sipermetrin bilan xloroprifos, ya'ni kuchli ximikat. Tarkibi kuchli. Undan tashqari emamektin tarkibli insektitsidlardan foydalansa bo'ladi. Lambada siglafron tarkibli insektitsidlardan foydalansa bo'ladi. Har safar foydalangan vaqti bir xil dori sepish tavsiya qilinmaydi. Har xil tarkibli dori sepish foizidan ham e'tibor berish kerak. Birdan kuchli foizli dori sepish ham tavsiya qilinmaydi. Pastidan boshlab sepish tavsiya qilinadi. 10 litr suvi 10 gramdan 15 gramgacha foydalansa bo'ladi. Ya'ni hasharotni ko'pligi kamligidan kelib chiqib. Beda shunday bir foydali, kerakli o'simlik, chorva mollari uchun ham, tuproq uchun ham tuproqni azot bilan boyitadi, tuproq yemirilishini oldini oladi. Chorva mollari uchun oqsilli tarkibli yaxshi yemish hisoblanadi beda. Shuning uchun buna kam miqdorda azot beriladi, ko'proq fosfor va kaliy mineral o'g'itlari, shu elementlari beriladi. Shu dorini sepgan vaqti shu salqin paytda, ertalab yoki kechqurun salqin paytda sepish tavsiya qilinadi. Albatta qo'lqoplar bilan, niqoblar bilan ehtiyot bo'lib sepish tavsiya qilinadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Agrobaraka guruhida kuzatishda davom etinglar. Hali bundan ham foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.